Motorga nagruska tushsa, qisilsa, avtomat tashiydi. O'zini o'zi himoya qiladi. Ahlardagi bu safar sindiramiz deydi. Assalomu alaykum Jasur aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Tanjoyingiz sog'mi? Rahmat. Ishlab bo'lyaptimi? Salom aka, oldingizmi aka? Yangiliklar, xudo xolasa, narxlardagi bu safar sindiramiz deydi. O'zi biz har bitta videomizda narxlar sinadi. Ha. Yana ham pasayadi aka. Rabelkalar universal eng zo'rini ham narxini tushiramiz aka. Agar xalq duo qilib tursa, xudo xolasa xalqim duo qilib tursa, 3-4 so'mga ish qilamiz xolos. Aylanib tursa bo'ldi aka. Hech bo'lmaganda bitta like bosib qo'ysa bo'ldi aka inshaalloh. 10 xil assortiment bor aka. Har xil katta 3 fazali, granulator apparat, har xil 220 3 faza drabelkalar, hamma narsamiz bor aka. O'tgan safar videomizda ko'rgan bo'lsangiz, katta yo'llarni ham hammasini obzor qilib berdik aka. Xudo xolasa bu safar universal xo'jalik bob, xonadon bobidan bitta obzor qilib beriladi aka. Hozirgi kunda eng talab bo'layotgan, eng xadovoy ketayotgan drabelkalardan ko'rsatib beramiz aka. Xo'p, Jasurbek aka bir qator qulayliklarni ko'rsatib qo'yaylik aka. Bir qator eng qulayliklarni ko'rsatib qo'yay. Xo'p, naborda aka 4 xil setka bo'ladi aka. Naborda 4 xil setka aka. Bunisi mol bopi, bunisi qo'y bopi. Xo'p, bunisi yorma holatga keltiradi, bunisi bug'doy. 4 xil setka bor. 4 xil setka qo'shib beriladi. Eng asosiy boshqa drabelkalarga nisbatan doimgidek biznikini farq qiladigan tomoni bor aka. O'zingiz bilasiz. G'ildiraklari bor. Aha, bemalol. Eng qizig'i setkasi yondan tushadi. Bir deganingizda tushadi aka, eng qizig'i. Bir deganingizda chiqadi. Gaka bo'ldi bo'shat, ol, shart bas aka. Bir deganingizda yondan tushadi, bir deganingizda chiqadi. Eng qulay, eng oson variant aka bu. Balonlari bor, bemalol yetalab u yoqqa bu yoqqa olib ketsa bo'laveradi. Xo'p, o'zida avtomat aka. Avtomat kulchatirlari bor, voltmetrlari bor aka. Voltmetr motori o'zida bo'ladi. Ha, motorni o'zida zavodskiy voltmetri bor. Amazon shu joyda. Motorimiz necha xil? Hozir biza masalan assortimentda. Xo'p, assortimentda hozir 2 xil motorimiz bor xolos. Misli bor, alyuminli bor aka. Qaysi biridan foydalanyapsiz? Xo'p, hozirgi kunda mislidan ham, alyumindan ham foydalanyapmiz. Keyin kilovatiga keladigan bo'lsak, birkasida 6,5 kilovatli aka. Xitoy motorlar hech qaysi berilgan kilovatni ishni bajarmaydi. 4 kilovat quvvatini beradi. 6,5 kilovat deyotganimiz 4 kilovatni quvvatini beradi xonadonga. Alyumin motorlar pastokka ishlayapti aka. 170, 160, aka 150 ga ishlatib kelgan joylarim ham bo'ldi aka. Alyumin motorda faqatgina. Misligimiz 200 dan ziyod, 200 avval bo'lish kerak. Mislik iloji boricha to'ki yaxshi joylarga tavsiya beramiz. Alyuminli eng xadovoy bo'lib qoldi aka, xudo xolasa berdi. Keyin tak avtomatlar o'zi tashiydi aka. Ha, motorga nagruska tushsa, qisilsa, avtomat tashiydi. O'zini o'zi himoya qiladi. Maka juxor aka, bu yoqdan bittadan ketadi. Juxor. Chiqarib ko'rsatadi. Aha. Bo'ldi, bittadan hozir chiroyli qilib chiqarib beraman. Qopqonni olamiz. O't mahsulotini, hashar mahsulotini chiqaraveramiz. Albatta, eng qiziq aka, ho'l chiqaradimi deyapti. Bugun ho'l mahsulotlarini ham chiqaramiz aka. Ha, albatta, hamma narsa mana somon, qurug'i, ho'li, hamma yo'g'ini gapirdik, narxi, eng avvalo narxi aka. Xalqimizga narxi qiziq aka. Narxlarga keladigan bo'lsa aka, 2,800,000 so'm aka. 2,800,000 so'm. Demaymiz aka. 2,800,000 demaymiz aka bu safar. Aka, xalq duoda bo'lib tursa aka, bundan ham arzon qilib tushiramiz aka. 26 qo'yamiz. Nima deysiz aka? 25 so'm. 25 aka nima bo'lsa bo'ldi aka. Bu 3 million so'mlik drabelka aka. 2,5 million so'mdan mana shu joyimizdan chiqarib beramiz aka. O'zi 3 million so'mlik drabelka aka. Motorlar aka eng baquvvat, sifatli joy-joyida. 3 million so'mlik drabelka aka, 2,5 million so'mdan sizni gapingiz bilan gap. Bittadan like bosib qo'yishni chetiga olmaylik aka. Narxlar eng pastlish bu. Eng arzon. Eng arzoni. Eng arzoni 1,5 million so'mgacha kerak bo'lsa zakaz asosida chiqarib beraman. 1,5 millionga drabelka bormi? Bor. Zakaz qilinsin, 1,5 million so'mga ham drabelkani chiqarib beramiz aka. 1,5 million, 2 million so'm chiqarib beraveramiz. Zakaz asosida hammani cho'ntagi har xil aka. Zakaz asosida chiqarib berilaveradi. Bu 3 vazalik 18,5 kilovat
3000 obort aka bu. Motorlar zavodskiy yangi motor aka. Buni xo'p 2 minutda 50 kilo bug'doyni ko'rdim demaydi aka. 2 minut. 2 minut, 3 minutda chiqarib tashlaydi. Un holat, kepay holatgacha chiqarib tashlaydi. Buni 6 xil setkasi bo'ladi. Setkasi naryoq dedi. 6 xil setkasi bo'ladi aka. Keyin yana bitta xampasi bo'ladi aka. Xampasi 2 ta bo'ladi aka. Don mahsulot hashaka. Tag keyin buni ichida aka kunchatirlari, hamma avtomatlari bor aka. Mana. Tayyor. Tayyor avtomat. Yaxshidan qo'yilgan. Yaxshisidan qo'yilgan aka. Buni narxi necha? Xo'p, buni narxini aka buni ham narxini aka sindiramiz aka. O'tgan safar 13 million qo'ygandim aka mana shu narsani. Bu safar 12 million so'mdan chiqardim aka buni. Xalq ham maza qilsin, yana ham duoda bo'lsin, bundan arzon qilib keyingi videolarimizda yana ham arzon qilib beraylik. Yutuqli o'yin bo'ladi aka. Hozir videomizni ko'ramiz. Bizni shartlarimizga yetib borgan bo'lsa, gap 3 ta drabilkan beraman aka. Shu videodan davom etaveradi. Shu videodan davom etaveradi aka. Bu o'yinimizga ham aka nechta drabilka qo'yib beraylik aka? Qiymatiga qarab endi. Aka bu safar ham 3 ta drabilkan shunda qo'yib beraman aka. Lekin shartlarni o'zingiz ayting. Men 3 ta drabilkan qo'yib beraman shundoq aka. Videosida 2000 ta kommentariy yig'ilsa, 3 ta drabilka 3 ta drabilkani eng baxtli insonlarga yetkazib beramiz aka. Dastavkasi sizdan. Dastavkasi ham mendan bo'ladi aka. Faqat shartlarga yetib borsa, like bossin, kommentariyani yozsin aka. Jasur aka bir qator avtomatni sinab qo'yaylik aka. Temir. Qaym bismillah. Yana bitta aka. 1 2 avtomat tashlaydi aka. Birinchi bug'doyni chiqarib beraylik aka. Bug'doy keyin sotali makka. Xo'p, boshladik aka. Bismillahirrohmanirrohim. Sotasi bilan yana chiqqan mahsulotlarni mana aka kepay holatga keltiryapti aka. Mayinmi? Mayin kepay holatga keltiryapti aka. Xo'p, narigisi so'taligi yorma. Yorma qilib beryapti. So'tali ekan yorma qilib beryapti. Endi xo'p, endi o't mahsulotlarini chiqarib beramiz aka. Ko'l o'tlarga zut ketamiz. Xudo xolasa tayyor aka. Ver koy aka.
Biroz qorong'uroq ketdik. Uzr so'raymiz. Manki kun issiq. Kun hisobiga asos tarixlarda rejalashtirgan omadli bilan. Albatta aka, hozircha uzr so'raymiz aka. Xo'p, birinchi ho'lni ko'rsataylik aka, ho'l chiqarmaydiganlarga aka. Mana silos. Buni qarang aka. Silos bu, silos aka. Mana. Silosdan ham mayin aka bu. Xo'p, endi qurug'i, mashina qurug'i. Quruq poya. Xo'p, maydalab. Somonimiz bag'roq olib ketishgan. Mana somonimiz aka. Eng yirik setkalarda chiqarilgan. Bundan ham mayin chiqarsa bo'ladi aka. Eng yirik setkalarda. Narxlari 1,5 million so'mdan ularni ko'tarilaveradi. U yog'i ko'tarilaveradi. Zakasiga qarab chiqaveradi aka, xudo xolasa. Endi sizdan olib turib, foydalangan insonlar bo'lsa, misoldan do'kondorlar bo'ladi-yu. Albatta aka. Xudo xolasa aloqaga chiqsin, alohida yengil narxda tirikchilik qilgani, foydalangani yengil narxda qilib beriladi aka. Qo'shni davlatlar, Qirg'iziston, Qozog'iston yoki Tojikistonga dastavkalari bormi? Bor, qilib beriladi. Qo'ldan kelganicha yetkazib beriladi aka. Lekin narxini aytib qo'yaylik aka. O'zi mana shu dravlikalar 3 million so'mlik dravlikalar mana 2,5 million so'mdan qo'yildi aka. Faqatgina narxi chetdan chiqayotgan narxi. Dastavka xizmatlariga qo'shilib qoladi ozmoz aka. 2,5 million so'm joyimizdan chiqayotgan narxi. Olu brendi nomerlarim bo'lib bormoqda. Sizlar xizmatlaringizda bo'ladi. Olib qo'ygan insonlar rahmatini aytib, duo qilyapti. Sizlar ham bolalar mazza qilgan. Buni olgandan keyin chorvalar ancha ishlari yengil bo'ladi. Xudo xolasa, kim olsa ham mazza qiladi.